Do'stlar, hammaga salom. Tailand Phuketda hozir yangi ofisni ko'rsatmoqchiman. O'zi menga ofis shart emas, no ishlash uchun kuniga kelib 1 soat, 2 soat o'tirib ishlash uchun baribir yaxshi joy kerak. Hozir ko'rsataman, обязательно ko'rib chiqinglar. Ofisimizda kichkina, men bir o'zim uchun bo'ladi. Bu yerda ichimliklar turibdi, o'ylamanglar, ichmayman вообще, chekmayman ham. No, ofis o'ziniki, пока временная это arenda. Ko'rayotgan bo'lsa ham juda ham qulay, televizorlari bor, bemalol bozorni ko'rib o'tirsa ham, film ko'rib o'tirsa ham bo'ladi. Nimaga именно bu yerda juda ham ko'p kripto konferensiyalar bo'ladi. Phuketda, именно kripto kafeda juda ham ko'p kripto konferensiyalar bo'ladi. O'shaning uchun qulay. Bugun ham mana ertalab bo'ldi. Qulay, agar komanda bilan kelib o'tirishga, kim bilandir переговор o'tkazish uchun joy juda ham yaxshi, menga yoqdi. O'shaning uchun пока shu yerdaman. O'shaning uchun уже arendaga oldim. Juda ham qulay, juda ham zo'r. Na samom деле shunaqa joylarni ko'proq qilish kerak O'zbekistonda ham. Не просто karaoke emas, kripto kafe, именно ichida o'tiradigan, leksiya o'tkazadigan joylar, uchrashadigan joylar ko'proq qilish kerak. Chunki bu yoshlarga juda ham ko'p foyda beradi. Ko'pchilik inson kelib bir-biri bilan tanishadi, bir-biri bilan bilimini bemalol almashishi mumkin. Men o'zim uchun ham juda ham zo'r, chunki har xil davlatdan bu yerda keladigan, kripto konferensiyaga keladigan odamlar bilan bemalol bilimlaringizni almashishlaringiz bo'ladi. Bu juda ham zo'r, foydasi juda ham katta. To'g'risi, men 2-3 kundan beri ancha odam bilan tanishib qoldim, juda ham ko'p narsani bilib o'rganib oldim.